Chuchvarani xamiri har doim ham o'xshamasa agar, shu retseptni saqlangiz qilib qo'yinglar. Retseptimiz uchun ozgina suv, tuz va bitta tuxum kerak bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib, unga qo'shamiz. Undan xamir yasaymiz. Meni legendarnilaganimni ko'rmagan odam ko'rib qo'yinglar va unni nechta qoshiq solganimni sanab chiqinglar. To'liq retseptini opisaniyada qoldiraman. Qizlar, sizlarga layfhack. Xamir ideal darajada chiqishi uchun 8-9 minut ichida xamirni ezib, qiynab tashlash kerak. Nachinkaga kelganda farsh, piyoz va ziravorlarni qo'shish kerak bo'ladi. Men zira, tuz va qora murch solganman. Xamirimizni yumshoqqina chiqishi kerak. Qattiq chiqsa agar 1 yil o'tirib yoyasizlar. Har doim mendan so'raysizlar, Instagramdan pul topsa bo'ladimi? Qancha pul topasiz? Nimaga pul topasiz deb. Lekin bitta ham odam so'ramadi. Bola bilan qanday kontent olasiz? Qachon vaqt topasiz? Montajni muncha zo'r qatdan o'rgangansiz deb. Ну, mayli. Prosmotr uchun hammaga rahmat. Ekranga 2 marta taq-tuq urib qo'yish esingizdan chiqib qolmasin. Paka-paka.